Men bu radiatorni tayyorlab qo'yishibdi-da ilishga taxminan. Mana shunday ilinar ekan, chizib qo'yishibdi-yu o'zi. Mana shunday ilinsa, yerdan taxminan 15-20 eng kamida 15 bo'lishi kerak-da. Bo'lmasam, agar bu bundoq bo'lmasa, mana bundoq turmasa, tegidan havo kirish kerak-da. Ha, tegidan havo kirib, sovuq havo tortish kerak. O'shanda teplobmen hosil bo'ladi. To'liq issiqligi yaxshi oson olishga imkoniyat yaratiladi. Ko'pchilik bir xil joylarda yerga yaqin qilib qo'yadi yo devorga yopishtirib qo'yadi. Unda teplobmen bo'lmaydi. Endi agarda bu narsani agar devorga yopishtirib qo'ysa, yo mana shunda turish kerak-da. 3-5 sm berida bo'lishi kerak devordan. Mana shunaqa kiradi havo, sovuq havo pastdan keladi, kiradi, ilib chiqib ketadi. To'liq issiqligi olishga imkoniyat yaratiladi. Ana o'sha eng effektivniy variant bo'ladi. Endi buni hamma ustalar biladi. Bu endi lyubitellar uchun. Yana bitta maslahat berib ketaman. Radiator olayotganda mana bunaqa qovurg'alarga e'tibor berish kerak. Teplobmen zo'r bo'lishi uchun qovurg'alar to'la bo'lishi kerak-da. Mana shu radiatorlar zo'r radiatorlardan hisoblanadi.